videoni jamiki Muhammadga ummat bo'lgan odam ko'rsa his qiladi xolos. Buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Buni ko'rish kerak, buni bilish kerak. O'sha Rasulullohning davrlariga qaytish kerak. O'sha yerda yurganda bo'lib, Rasulullohning saflarida yurganda bo'lar ekansiz. U kishini bo'lgan joylarda u kishi yashagan davrni ko'rar ekansiz. Alloh taolo hammamizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shafoatidan nasib qilsin. Amin. Bu dunyoda ziroatlarni, oxiratlarni shafoat nasib qilsin. Alloh hammamizni ikki haramda mehmon qilsin. Ukalarimizga rahmat. Bizda mana ozgina bo'lsa o'sha davrga olib kelib ko'rsatishdi. Rasululloh yashagan davr ozgina bo'lsa ham his qildik. Alloh payg'ambarimizga dur salovat salomlar, Allohga hamd sanolar bo'lsin. E'tibor uchun rahmat, xursand bo'ldik.